Haqiqiy 800 kilo keldi sotuvga. Test drive'ga olib chiqdik zavoddan. 1.70 ga 1.20 800 kilo oladi. Sifat nazorati har bir bo'lim alohida yondashadi bular. Bunga furaga tayyorlanyapti. Ana shu holatda chiroyli holat. Panejniy richak, maxsus stakanchilari, 1.5 mingtalik motor miya bilan jihozlangan. Vodiy dastavkasi bepul. Qolgan viloyatlarga kelishgan holda dastavka elektrolabolarimiz ham sotuvga kelgan. Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanali kuzatuvchilari. Bizni obuna bo'lib kuzatib turganlar hamda obuna bo'lmasdan bizni kuzatib turganlar, sizlarga yangilik 800 kiloli elektromuroyimiz. Ko'pchilik so'rardi, 800 kilolik chiqqanmi o'zi? Yo'q. Oldinlari chiqmagan. Mana hozirgi holatda 800 kilolik chiqqan. Kun yorug' kun bo'lgani uchun jinday kameramiz to'liq ko'rsata olmayapti. Xudo xolasa keyingi obzorlarimizda chiroyli holatda sizlarga ko'rsatamiz. Skuterimiz bort o'lchamlari 1.70 ga 1.20 800 kilo uchun mo'ljallangan. Oldinlari 500 kilolikda ham 800 kilo deb sotishardi. Mana haqiqiy 800 kilo keldi sotuvga. Xo'p, oldi ko'rinishi o'sha 1 tonnalik muroylarda oldi ko'rinishiga o'xshash. 4 ta yon chiroq, asosiy yorituvchi chiroq, audio sistemalar, magnitofonlar bilan jihozlangan. Pultlari o'sha Cobalt pultdan ko'rishlar mumkin. Juda chiroyli ishlangan. Balonlari, orqa balon 4.5 ga 12, oldi baloni 4 ga 12. Xo'p, tormoz sistemasi baraban qilib ishlangan. Bitta oyoq tormozni bosganligida 3 balon baravar to'xtaydi. Boshqaruv panellarini ko'rishlar mumkin. Audio sistemalari, parkovka rejim, avariyniy rejimlar hamma narsasi bor. Oldida labli oynalari ham kattasidan qo'yilgan. Qo'shimchasida nima bor deganlarga, qo'shimchasi mana shunday o'zining sertifikat qog'ozlari, bokovoy, zaryadnik, polik, kaska hamda maxsus nur qaytaruvchi nimchalar bilan jihozlangan. Albatta ruchnoy richaklari bor, panejniy richak, maxsus stakanchilari juda chiroyli ishlangan. Profillari ham qalin qilib ishlangan, ko'rishlar mumkin. Yaxshisidan. Xo'p. Bortining chuqurligi standart. O'sha 55 sm lik standart bor. Orqa ko'rinishi, stop faralari ko'rishlar mumkin. Juda chiroyli ishlangan. Skuterimizni motor miyalariga to'xtaladigan bo'lsak, 1.5 mingtalik motor miya bilan jihozlangan. Akkumulyatorlari 70 amperli akkumulyatordan naqd 6 ta. Xo'p, bortini ko'tarib ko'rsatadigan bo'lsak, ko'rishlar mumkin. Bort ko'tarilgan holatda akkumulyatorlar 70 amperli, yillar yangi 26-yilgi akkumulyatorlar, 6 ta motor miyalari, 1.5 mingtalik yaxshi motor miyalar qo'yilgan, amortizator hamda resor prujunalar bilan jihozlangan. Ramalari ham mustahkam qilib ishlangan. Ko'taruvchi silindrlari 2 ta, maxsus suv to'suvchi brizgaviy qog'ozlari qo'yilgan. Juda chiroyli holatda va xavfsizlik uchun albatta avtomatlar bilan jihozlangan. Bu ham alohida xavfsizlik uchun hisobga olingan. Skuterimiz 800 kilo yuk bilan bemalol harakatlana oladi. Tezligi 35-40 km/soat tashkil etadi. Bitta zaryadkada o'rtacha 60 km masofani bemalol bosib o'tishlari mumkin. Skuterimizning narxi $1000, vodiy dastavkasi bepul. Qolgan viloyatlarga kelishgan holda dastavkalar bilan chiqarib beramiz. Xolasalar Optimga ishlaymiz, xolasalar donaga. Mana shunday elektrolabolarimiz ham sotuvga kelgan, ko'rishlar mumkin. Rama qismlari bu ham xudo xolasa yig'ilib chiroyli holatda bo'lganda buni ham video obzorlar qilamiz. Xo'p, bu muroyimizda qanaqa ranglari bor deganlarga, qora rangi bor. Mana shunday tomniy siniy, ya'ni delfin rangi bor va mana bunday balotiy, военный ranglari sotuvda mavjud. Kimga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Optimga ham, donaga ham ishlayveramiz. Pryamoy zavodda o'zidan obzorlar qilyapmiz. Sizlar uchun yangiliklarimiz oldinda kanalimizga obuna bo'lmasdan kuzatib turganlar bizga obuna bosib qo'yinglar. Xudo xolasa hali oldinda sizlarda bundan-da qiziq ma'lumotlar, bundan-da qiziq videolar kutyapti. Sog' va salomat bo'linglar. Ko'rishlar mumkin, zavodda har bitta mahsulotimiz mana shunday materiallarga o'ralgan holatda klientlarimizga chiroyli holatda yetib borish ta'minlanadi. Har bitta skuterimiz, har bitta elektromuroyimiz chiroyli holatda yetib borishiga javob beriladi. Sifat nazorati har bir bo'lim alohida yondashadi bular. Chiroyli holatda mana shunday mijozlarimizga Optimga ham ishlaymiz. Ko'rishlar mumkin. Har bitta muroyimiz hozir Optimga furaga tayyorlanyapti. Ana shu holatda chiroyli holatda chiqib ketadi. Hurmatli mijozlar, muroyimizni test drive'ga olib chiqdik zavoddan. Xo'p, muroyimiz yonda mana. Yonganda mana shunday parkovka rejimida bo'ladi. Albatta parkovkani chiqarish uchun yoki tormoz yoki parkovka znagini bosamiz. Mana
Bismillah. Yurishlarni ko'rish mumkin. Hozir yo'limiz biroz cho'qqichli, lekin yurishlari yaxshi tushmoqda. Tezlik kamroq ko'rsatish uchun lekin yurishi 25 dan baland. Yurishlari ancha yumshoq, ular kam yurish mumkin. Xohlasa tekis yo'lga chiqdik. Yurishlarini ko'rish mumkin. Ancha dadil. Ali o'quv ko'rgazma panejni rechayda ishlatish. Muroyimiz to'xtab turibdi. To'xtagan holatda mana panejni ko'tariladi. Ko'tarilgandan keyin tormoz bosib turibdi oyog'imda. Panejni ko'tarilgandan keyin bitta parkovka bosib qo'yib yuboriladi mana. Yurishini ko'ryapsizlar. Panejnida tezlik past, lekin quvvatli yuradi. Bu qachon ishlaydi bu panejni? Asosan podiyomlarga va yuk yuklanganda ishlatasizlar. Muroyimiz yurishi. O'z ovozdan ham bilyapsizlar, muroyida ovozi balandlagan, lekin tezligi past. Yukni tushirib bo'lib yoki podiyomlardan tushgandan keyin muroyida to'xtatasizlar. Panejni rechayda ushlab turib, tushirib, yana yo'lni davom etishlar mumkin. Yana parkovkaga tushadi. Parkovkaga bosilgandan keyin bemalol minib ketaverasizlar.